Endi mana 73-misolda ko'radigan bo'lsak yoki 72-misollarga qaraydigan bo'lsak, bunda a ga e'tibor beramiz. A ning qiymati agar manfiy bo'lsa, funksiyamiz har doim parabola shoxlar pastga qaraydi. Pastdan tepaga qaraganligi uchun, ya'ni pastga qaraganligi uchun, pastdan tepaga borish uchun birinchi navbatda funksiya o'sadi, pastga qarab tushadigan bo'lsa kamayadi. Buni ustida ochib chiqadigan bo'lsak x kvadrat minus 6 ta x plus 9. Bunda ham a ning qiymati musbat bo'lganligi uchun buni qiymati ya'ni grafik mana shu tarzda ketadi. Bu minus x'likdan borib x 0gacha kamayapti va 0 dan plus x'likgacha nima bo'lar ekan? O'sib borar ekan. Bizda grafikimiz kerak emas, faqatgina a ni ishorasini bilib olsak bo'ldi. A ni qiymati 1 bo'lganligi uchun musbat va tepaga qaragan degan bilib olsak bo'ladi. Xo'sh, keyingi misollarimiz 75-misolni ham bir ko'raylik. Demak, parabola shoxlar tepaga qaraganligini bilib turibmiz, chunki a ning qiymati 0 dan katta va x0 qiymatini topamiz. x0 ning qiymati nimaga teng bo'ladi? Minus 12 taqsim 3 ko'paytirilgan 2. Soddalashtiradigan bo'lsak, minusda qisqarib ketdi. 12 ni 6 ga bo'larsak 2 ekan. x0 ning qiymati 2 ga teng bo'lsa, parabolamiz tepaga qaragan bo'lsa, minus x'likdan 2 gacha yechimga kirib turibdi. X tegishli. Demak, nima qilar ekan bunda? Kamayadi. X tegishli 2 dan boshlab x'likgacha esa funksiyamiz yoki o'sha parabolaning qiymati o'sib boradi. O'sib boradi. Demak, yechimlarni topib oldik. 76-80-misollarda kvadrat funksiyaning qiymatlar sohasi so'ralibdi. Demak, qiymatlar sohasi ham xuddi shunday parabola shoxlariga qaraladi. Ya'ni parabola shoxlari tepaga qaragan bo'lsa, qiymatlar sohasi y0 dan, ya'ni parabola shoxlari tepaga qaralgan bo'lsa, masalan, mana bu funksiyamizda parabola shoxlari mana shu y0 o'qi degan bo'lsak, mana shu y o'qidan tepagacha buning qiymatlar sohasi, ya'ni funksiyaning umumiy holatdagi qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari. Masalan, x ga xohlagan qiymat bersa, y ning qiymatlari tepaga qarab ketaveradi. Demak, bundagi qiymatimiz y0 dan x'likgacha bo'lib qolar ekan, yechimga kiradi y0. Bu qiymatlar sohasi. Ikkinchi holatda, demak, bu qachonki a katta 0 dan bo'lsa, ikkinchi holatimiz a kichkina 0 dan bo'lsa, parabolamiz pastga qaragan bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatda maneramiz y0 bo'lsa, pastimiz x0 bo'ladigan bo'lsa, x, y o'qlari va 0 nuqta minus x'likdan y0 gacha, demak, funksiyamiz aniqlanish sohasiga, qiymatlar sohasiga ega bo'lib qolar ekan, y tegishli mana shu holatga ega bo'lib qolar ekan. Xo'sh, endi birorta misol ishlab ko'ramiz. Masalan, 76-misolda o'zini ishlaylik. 76-misolda x kvadrat plus 4. Buni qiymati a katta 0 danmi? A katta 0 dan ekan. A katta 0 parabola shoxlar tepaga qaragan. x0 topadigan bo'lsa, x0 imiz 0 ga teng. 0 qiymatni o'rniga borib qo'ysak, y0 kelib chiqadi. y0 imiz qiymati esa 4 ga teng ekan. Parabola shoxlar tepaga qaraganligi uchun bizda y0 dan x'likgacha, ya'ni 4 dan x'likgacha degan qiymatlarni qabul qilar ekan. Y ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar. Ya'ni qiymatlar sohasi. Xo'sh, yana misol ishlaydigan bo'lsak, bunda 79-80-misollar ishlab ko'ramiz. 79-misolda parabola shoxlar pastga qarayapti. Demak, pastga qaraganligi uchun x0 topib oladigan bo'lsak, minus 4 taqsim 2 ko'paytirilgan minus 1. Soddalashtiradigan bo'lsak, minusga minus plus 2, 4 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 2 minus ta'sirlashtirsak, minusdan 2 chiqar ekan. Demak, x0 qiymatimiz minus 2. Agar ifat minus 2 ni olib borib qo'yadigan bo'lsak o'rniga, minus 4 plus 8 plus 5 natijamiz umumiy qiymatda 4 u 9 degan qiymat hosil qilingan. y0imiz 9 ga teng bo'lib qoldi. Demak, parabolamiz pastga qaraganligi uchun bizdagi qiymatlar sohasi qabul qilishi mumkin ekan, minus x'likdan y0 gacha, ya'ni 9 gacha qabul qilishi mumkin ekan. Bu bizning y ni qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlari, ya'ni qiymatlar sohasi deb nomlanar ekan. Xo'sh, 80-misol ham xuddi shunday. Yana x0 topib olib yoki birdaniga y0 formulasiga qo'ysak ham bo'ladi. Minus 4 taqsim 4 ta a, ikkalasi bir xil qiymatga ega, chunki mana tushuntirib o'taman buni ham. x0 ning qiymati minusdan minus 12 taqsim 2 ko'paytirilgan minus 1. Soddalashtiradigan bo'lsak, buning qiymati minusdan 6 ga teng bo'lib qoladi. Minus 6 ni olib borib soddalashtiradigan bo'lsak, bizda minus 6 ning kvadrati minusdan 36, plusdan 72 va 67 qiymatlarga ega bo'lyapti. Buni soddalashtiradigan bo'lsak, 36 ga 67 ni qo'shadigan bo'lsak, 103 degan qiymat chiqib turibdi. Demak, mana bu holatda ham bizda 103 chiqishi kerak. Diskriminant oladigan bo'lsak, diskriminantimiz nimaga teng? Diskriminantimiz 12 ning kvadrati 144, minusdan 4 ta a'si 4 ko'paytirilgan 1, minusdan 1 ko'paytirilgan 67 taqsim minus
4 ko'paytirilgan 1. Ya'ni minusini ya'ni 1 ning qiymati minus bo'lganligi uchun oldiga chiqarib oldik. Hisoblab chiqadigan bo'lsak 4 kira 67. Xo'sh, 258 dan 144 ayirib tashlaymiz. Demak, mana bu yerimizdagi minus, mana formuladagi minusda borib qo'yadigan bo'lsak, soddalashtiramiz. 144 ga bo'laveramiz. Minuslar qisqarib ketsa mana bular. Mana minusga mana bu minus ta'sir qiladigan bo'lsa, 144 ga bo'lsa 36, 36 ga qo'shamiz 67 ni. Baribir natijamiz 103 kelib chiqaveradi. Demak, ikkala holatda ham bir xil 103 chiqdi. Demak, bizdagi parabol shoxlar pastga qaragan uchun qiymatlar sohasi minus cheksizlikdan y0 gacha, y0 imiz qiymati 103 gacha qiymatlarni qabul qilishi mumkin ekan. Endi 81-misolga qaraydigan bo'lsak, xo'sh, a ning qanday qiymatlarida x ning 4 to'g'ri chizib, shu parabolaning simmetriya o'qi bo'la oladi. Simmetriya o'qi degan tushunchani boya aytib o'tdik. x0 ning qiymati agar 4 ga teng bo'lsa, deyapti. Mana shu ifoda simmetriya o'qi bo'la oladi. Ya'ni bundagi x0 formulasini topa olamiz. Minus b taqsim 2 ga formulada minus a taqsim 2 ko'paytirilgan a ning o'rnida 1 turibdi. 1 ni borib qo'yadigan bo'lsak, buning qiymati 4 ga teng ekan. A ning qiymatini topsak, demak minusdan 8 ga teng. A teng minus 8 bo'lgan ifodada, demak uning simmetriya o'qi 4 ga teng bo'lib qolar ekan. Xo'sh, bu yerda yana sal farqli bo'lgan misol ko'raylik. 86-misolni ko'ramiz. 86-misol s ning qanday qiymatlarida y teng shu ifodamiz funksiya grafiga absissa o'qi bilan ikkita nuqtada kesishadi. Ya'ni absissa o'qini ikkita nuqtada kesishadi degani bizda diskriminantimiz 0 dan katta, ya'ni ox o'qini ikkita nuqtada kesib o'tadi, ikkita yechimga ega bo'lib qoladigan holat bilan bir xil. Endi diskriminant 0 dan katta qilib ishlaymiz. Diskriminant topamiz. Diskriminantimiz 6 ning kvadrati minusdan 4 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan s. Bu 0 dan katta. Demak, 36 minusdan 4 tasining qiymati katta 0 dan 4 tasining qiymati. Demak, 4 tasining qiymati kichkina 36 dan, demak s ning qiymati esa 9 dan kichkina ekan. Demak, s 9 dan kichkina bo'lganda har qanday holatda ikkita nuqtaga ega bo'lar ekan. Yechimimiz s tegishli bo'lar ekan. Bizda minus cheksizlikdan 9 gacha. 9 yechimga kirmaydi. Xo'p, yana misol ko'radigan bo'lsak, 89-misolni ko'ramiz. S ning qanday qiymatlarida deyapti? Funksiya grafik absissa o'qi bilan kesishmaydi. U absissa o'qi bilan kesishmasligi uchun diskriminantimiz 0 dan kichkina bo'lishi kerak. Yana xuddi shu formula, diskriminant formulasi edi. 4 ning kvadratidan ayirib tashlaymiz. 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan minus s. Bu minus s kichkina 0 dan ekan. Soddalashtiradigan bo'lsak, bu nima bo'ladi? 16 minusdan minusga minus ta'sir etkazsa plus ekan, plusdan 20 ta s, kichkina 0 dan 20 ta s. Bu holatda ishlaydigan bo'lsak, 16 ning qiymati kichkina minusdan 20 tasidan yoki 16 ni o'zini o'tkazib olganimiz ham 20 ta s ning qiymati kichkina 16 dan bo'lib qolardi. Minusdan s ning qiymati kichkina bo'lar ekan, minus 8 taqsim 10 dan. Ya'ni buning qiymati s ning qiymati minus kichkina ekan, minusdan 0.8 dan. Minus 8 dan minus 0.8 gacha degan yechimlarni qabul qilish mumkin ekan siz. Xo'sh, endi 90-misolda urinadi deyapti. Demak, s ning qanday qiymatlarida urinadi? Boya chizmada yoki narigi videoda chizmada chizib ko'rsatib o'tib ketdim. Parabolaga urinishligi uchun, demak, bizda mana bu a ga bog'liq bo'lib turgan bo'lsa, a ning qiymati 1 bo'lsa, tepaga qarab turganligi ma'lum. Bizda parabola mana bu holatga ketadigan bo'lsa, unga s ning qanday qiymatlarida deyapti? S ning qanday qiymatlar funksiya grafiga absissa o'qiga urinadi. Demak, bizda s yo'q, endi aynan mana bu a bo'lishi kerak edi, a. Demak, bizda urinishligi uchun bizda tepadan qolish kerak. Mana bu urinma holatda. Mana shu yerda faqatgina urinib o'tib ketadi absissa o'qiga. Yoki mana nuqtada farqi yo'q, o'ng tomonda yoki chap tomonda. Pastdan o'tmasligi kerak. Unda diskriminantimiz 0 dan katta bo'lib qoladi. Demak, yuqorida o'tadigan bo'lsa, bitta ildizga ega bo'lib qolsa, diskriminant 0 ga teng holat bo'yicha ishlaymiz. Diskriminant 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? A ning kvadrati minusdan 16 teng 0 ga. A ning qiymati ikki xil holat qabul qilar ekan, plus minus 4 ni qabul qilar ekan. Demak, bizdagi x minus 2 ning kvadrati va y teng shunaqa holatda ham y teng x plus 2 ning kvadratida ham ikkalasida ham diskriminant 0 ga teng. Ya'ni to'la kvadrat bo'lib qoladi. Bitta ildizga ega bo'ladi. Urinma holatda ham bo'la oladi. Hammasi bitta mana aynida gaplar.